pulning insonlarning qo'lidan qochganligi. Hmm. Narsalar bor. Hmm. Naqdga hech kim olmaydi. Hmm. Narsaga bo'lsa mayli. Bo'lib berishga bo'lsa mayli. Hmm. deydigan darajada bozor turib qolishi. Hmm. Sababi nimada? Buni bir nechta sabablari bor. O'zi iqtisodiyotda shundayki, faktorlar odatda bitta faktordan ko'ra bir nechta faktorlar birdan kelib ta'sir qiladida. Hozirgi kunda butun dunyoda o'zi Inqiroz. sekinlashuv bor. Iqtisodiy sekinlashuv bor. Va investorlardan appetit, ishtaha yo'qolganligi ham bor narsa. Biz aytaylik, bir Markaziy Osiyo, Pokiston, Bangladeshda bizning geografiyamiz, biz kompaniyamizniki. Mana shu mamlakatlarda hammasida hozir venture investorlardan pul qochgan. Ya'ni AQSh, Yevropa investorlari emerging markets, rivojlanayotgan mamlakatlarga pul tikishi ancha kamaygan. Bu narsa bizneslarga ta'sir qiladi. Bizneslarda o'sish ham sekinlashadi investorlardan pul ketgandan keyin. Va ichki bozorga keladigan bo'lsak, birinchidan haligiday bizni o'zi jami talabni nima ushlab turibdi? Asosan bu o'sha agar ochiqni aytadigan bo'lsak, bizdan xorijdan yuboriladigan pul oqimlari ham, ya'ni iqtisodiyotimizni katta bir qismi. O'zbekistonlik emigrantlarni yuborayotgan puli ham juda katta. Bu yerdagi jami talabni qo'llab-quvvatlab turadi. O'sha immigrantlar tomonidan yuboriladigan pul oqimlari kamaysa, albatta bu darrov o'z nimasini bildiradi. O'sha talabga. Hozir mashina bozorida ham shunaqa holat, ya'ni talab tushib ketgan. Joyda ayniqsa. Kiyim-kechak bozorlarida ham shunaqa talab tushib ketgan. Bu butun dunyoda bo'layotgan o'sha sekinlashuv, geosiyosiy vaziyat, ya'ni Rossiya Ukraina orasidagi vaziyat, bu bilan bog'liq bo'lgan, biz o'zbek immigrantlarni u yerda topayotgan pullari bilan bog'liq vaziyat va mana shu bu noaniqlik insonlarni xarid qilish qarorlariga albatta ta'sir qiladi. Noaniqlik. Xullas, iqtisodiy sekinlashuv jarayonida naqd pul hamisha o'zini qiroldek his qiladida. Qo'lda turganligi uchun. Qo'lda turganligi uchun va naqd puli bor odam o'zini nima deydi, cash is the king degan nima bor, ibora bor. Ya'ni ayni krizis vaqtida, chunki siz boshqa hamma narsaning qiymati tushib ketayotgan payti pul esa pulga har qanday narsani sotib olishingiz mumkin. Va aytaylik, ertaga siz pulingizni ishlatib qo'ysangiz krizis payti va siz o'zingizga pul kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, siz o'zingizni buyumlaringizni pulga aylantirishga qiynalib qolasiz. Ya'ni likvidnost qochadi-da nimada krizis vaqti. O'sha likvidli narsalar doimo krizis payti nima bo'lib turadi. Shuning uchun ham o'ylaymanki, bu payt ozgina noaniqliklar ham sabab bo'lyapti. Siz aytganingizdek, balkim moliyaviy qanaqadir oldin bundan 1 yil, 2 yil oldin juda zo'r berib moliyalashtirishdi-da. Aytaylik, ayniqsa mashina bozor. Mashinalarni banklar ham, ko'chadagi yoki taqsid savdoga qilib beradigan tadbirkor hojakalar ham, bular hammasi zo'r berib buni sohaga kirib kelishdi. Hojaka bo'lish shart emas. Yo'q, tadbirkorlar. Hojaka endi istiloh-ku, termin. Ya'ni taqsid savdo qilib beradigan o'sha ko'chada tadbirkor ishbilarmonlar deylik. Bular ham o'sha aytaylik yaxshigina bu sohani moliyalashtirishdi. Bozor to'ydi. Bozor to'yindi. Aytaylik, qachonki o'zi bitta qoida bor, real iqtisodiyot bilan moliyaviy bozor uyg'un rivojlanishi kerak-da. Qachonki moliyaviy bozor tezroq o'sib ketadigan bo'lsa, real iqtisodiyot orqada qoladigan bo'lsa, baribir bu narsa o'zini ta'sir ko'rsatadi. Real iqtisodiyot keyin nima deydi? Sekinlashib qoladi, albatta. Shuning uchun buni ikkalasini uyg'un tarzda olib borish kerak. Hozirgi bu holatdan chiqib ketish uchun hech o'ylab ko'rdingizmi? Nimalar birinchi o'rinda qilishimiz kerak bo'lgan narsalar nimalar? Demak, hozirgi qisqa muddatda oladigan bo'lsak, meni birinchi o'ylagan narsam moliyaviy savodxonlik degan narsani insonlarga o'rgatish kerak. Oddiy insonlarga, bu bizneslar bo'lsin yoki aholi bo'lsin, ularga o'zlarini
pul oqimlarini, kelajakdagi keladigan daromadlarini, maoshlarini Hmm. hammasini rejali tarzda tuzishlarini va moliyaviy savodxonlikni oshirib, o'ziga kerakli bo'lmagan narsalarni kreditga yoki qarzga olib tashlash kerak emas. Mana shu ilmni, bilimni berish kerak deb o'ylayman qisqa muddat ichida. Endi uzoq muddatli ichida aytadigan bo'lsak, bizni qutqaradigan narsa yoki bizga dastak bo'ladigan narsa real iqtisodiyotni rivojlantirishimiz kerak. Mana ko'plar keladi, islom moliyasi haqida gapiramiz, islom moliyasi nima deysiz deydi. Islom moliyasi haqida albatta biz gapirishimiz kerak. Chunki real iqtisodiyotni rivojlantirish uchun moliyaviy bozor doimo kerak. Bu dastak bo'lmasa, real iqtisodiyot ham oqsoqlanib qoladi. Lekin aslida real iqtisodiyotning fundamentlarini, asoslarini biz kuchaytirishimiz kerak. O'shandagina biz uzoq muddatli davrda barqaror rivojlangan iqtisodiyotlar qatoriga kiramiz. Ya'ni bu fundamentlar birinchi navbatda bizda mustaqil va samarali ishlaydigan iqtisodiy institutlarni yaratish kerak. Ya'ni yoshlarni, iqtidorlarni tadbirkorlik qilishlari uchun, ularni innovatsion loyihalar qilishlari uchun, ixtirolar qilishlari uchun zamin, muhit yaratib beradigan iqtisodiy institutlarni kuchaytirish kerak.